Voy mana mazza qilib kompyuter qurib o'tiribman bolalar. Sherbek, Voy. Voy yana kim chaqiryapti bolalar? Ertalabdan yana. Voy, qishloqqa yaxshimisan? ha yaxshi Sherbek, yaxshimisan o'zing? Ha, yaxshi. Nima uchun kelding tushunmadim. Короче, mani pulimni yo'qotib qo'ydim. Sanikida emasmi mobodo? Qanday qilib menikida bo'lishi mumkin? Hech qanaqa pul yo'q. Xohlasang kirib ko'r mana. Hech qanaqa pullar yo'q. Aldama, sanikida bo'lishi aniq. Hozir sandiqni ko'raman. Agarda bo'lsa, ko'rsatib qo'yaman. Mana bu izumrudlar kimniki? Bu izumrudlar meniki, tushunmadimi? Вообще там tegma bularga. Bu izumrudlar barchasi meniki. Mani izumrudlarim ham bor edi bir stak. Ko'rmadingmi? Yo'q, ko'rganim yo'q. Yashirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Qanday qilib yashirib qo'yganman? Men ko'rganim o'zim Nokia'da yursam bilsang agar mana kambag'al bomish bo'lsam. Qarada lekin o'zi hech qaysiga ishonch qolmabdi. Men hamma joyda so'rab chiqdim, merdan ham so'rab chiqdim. Pulingni topib bera olmayman deyapti. Ishonchni so'ndirdilaring, xo'pmi? Voy. Hop, mayli bo'lmasa nima ham derdik. Bo'ldi, men ketdim. Hop, mayli. Вообще salaga ishonch qolmabdi. Tfu. Voy. Juda g'alati qishloqda bolalar. Aytgancha barchaga salom, men ismim Sherbek va mening yangi video roligimni yaxshi ko'rsizlar bolalar. Yaxshimisizlar bolalar, tuzimsizlar, tinchsizlar. Mendan so'rasak bolalar hammasi shikkarlar, chiq baba. Faqat mana bu telefonimni hech bo'lmaganda ekranli Nokia qilsam juda ham ajoyib bo'lar. Chunki buni qarang, knopchli Nokia'chida вообще odam azoblanib ketdi. Azoblash xizmat bo'lib ketdi bolalar knopchli Nokia'da. Bu har bir ma'nosini qidiryapti. Qaranglar, sandiqlariga qarab, qo'lni qidiryapti. Okey. Bu bo'lmasa mana bu narsalarning barchasini buzamiz, okey. Ularni buzamiz, yaxshi. Ishqilib bir pullar ko'payib ketsa bolalar, menga bir anovi ekranli Nokia javob bersalar juda ham zo'r bo'lardi. Voy qishloq, nimaga kelding? Mana senga Nokia eshitib qoldim. Voy, Google Pixel. Voy, rahmat, o'zi sal bomish bo'lib qolgandim. Endi ayt, yaxshilicha ayt. Qani mani izumrudlarim? Voy, men bilmayman. Qanday menga pora qilyapsanmi? Men xohlasang telefonni qaytaraman. Qaytar telefonni. Mayli, olaversan senga. Okey, bo'lmasa mana xafa emasmisan? Bira yo'qolay oldimdan. Hop, mayli. Mana Nokia tashib qo'ydim. Okey, mana. Mayli. Hech qaysiga ishonch qolmabdi o'zi. Ishonch gapiraverib jonga tegdi. Okey. Bo'lmasa bola mana bularni barchasini buzamiz-da. Okey, voy, kulib deyapman borib, qishloqimda razm ko'rsam. Nimagadir kulgim keladi bolalar, bilmadim nima. Mayli, bularni barchasini buzib bo'ldim. Bola, buni qarang, yangi telefon. Ana endi men yangicha kontentlar qilaman. Let's go. Likes islam bolalar, reklama. O'zi reklama. Bu likes deganim bilan nima foydasi bor? Baribir likes deganim bilan olib yeysizlar bolalar. Yeysizlar olib. No, yemaysizlar olib. Okey, bo'lmasa hozir men buni merga beramiz va pulni olamiz. Ham merdan so'rashimiz kerak. Ana qishloqqa nimaga bunday deyapti? Assalomu alaykum, mer, yaxshimisiz? Tuzimsiz? Короче, mana bugungi polizlar. Asroq gapir, Sherbek, nima bicha dirdim avtomatga gapirasan. Mer, просто shoshilib. Qara, mana bu qo'shning nimaga hammadan pulni so'rayapti? Salom deymi? Men sizdan so'ramoqchi bo'lib kelgandim. Sizlarga ishonch qolmabdi deb bir nimalar deyapti. Mendan xafa. Bizdan xafa. Qiziq. Mayli, lekin men bilmayman buni pulini. Topib berolmayman. Pulga anov bo'lmaydi-yu. Pulga izlovchi moslamalar bo'lmaydi-yu, to'g'rimi? To'g'ri aytasiz. Oylik chiqmadimi hali? Yo, ertadan keyin kelsam beraman. Okey, bo'lmasa mayli. Bolalarni qaranglar, ko'rishinglar mumkin. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar va shu payt kanalga obuna bo'linglar deyishga ko'ngil sig'daman. Bu qishloq nimalar qilyapti? Pul. Oh my god. Bir topdim men. Okey. Voy, pul. Odam puldan teryapti. Puldan yashiryaptimi, men tushunmadim. Qiziq. Okey, mayli bo'lmasa uyga kirib, voy, Nokia'mni ham tashib ketdi. Voy, uyda eshik ochiq. Cho'zza baratan. Nimaga bunaqa? Mayli, Nokia'ni tashib ketgan bo'lsa yaxshi. Voy, mana nima bu? Otmi? Hayt, beshini qurdan yo'qol. Mayli bo'lmasa, ishlarimiz qilaveramiz. Вообще kompyuterda o'ynar va zerikib ketdim. Bola qani tashqarida nima gap ekan? Voy, chumam, kim qurdi buni? Qishloqi. Voy, men buzib ko'raychi. Voy, mana bu yerda nima bor ekan qiziq. Okey. Qishlog'ini mana bu yerda bo'lish kerak.
Qishlog'i. Voy, mana bu yerdan bunday buzaman. Keyin qishloqqa nima yeysan mana bu narsani qurib tashlading, tushunmadimmi senga bu opishik qizil narsani? Nima qilyapsan bashara qursin? Yo'qol mana bu qizil narsaga kirma ichkariga. San o'zi o'g'ri, san o'zi hamma narsani qilgansan. Yo'qol. Qanday qilib men просто so'rayapman nima bunaqa qiling deb. Yo'qol Sherbek bo'lmay basharaga. Ha mayli ketaman xohlasang просто men nima bilan qurding deyapman-da. Aytgancha. Yo'qol deyapman, tushunmayapsanmi? Hozir pistoletim bor. Sindirib tashlayman oynalarni hozir derazalarni. Bul. Kechir. Bul, ketyapman. Yopib ketyapman. Mana uzr, adashib ketdim. Aytib ko'zimga ko'raman. Okey, bul, jigar bul. Mana hammasini yopib qo'ydik. Bu bola chumam nima qilib tashladi vashshe, voy. Nimaga bunday bizdan xafa bo'ldan bu? Bu bola nimaga xafa bo'ldan? 70-75 siladi. Voy, bag'irsan. Oh my god. Voy, mana bu yerdan chiziqlar. Qishloqqa. Mana bu chiziqdan o'tish mumkinmi hech bo'lmasa? Okey, menimcha mumkin. Mayli, kirib ko'rish kerak. Qishloqqa. Tushunmadim, yana sanmi? Voy, nima? San qizil chiziqdan o'tdingmi? Ani endi jonimga tegding. Hozir pistoletim olib kelay, yoraman. Kechir bul. Ichga sara kirib chiqib qolsang, hozir ko'rsatib qo'yaman. 1. Voy, bul. Kechir. 2. O'ch desam yo'q bo'ladi. Voy, sorry bro, sorry. Вообще ko'raman ko'zimga, okey? Voy. Okey, jigar, okey. Bul. Sizni gapingiz hammasi joyida. Men qarab o'tiribsan. Ko'rdingmi? O'tgandi. Hozir yana bir marta qarab o'tirsang, yo'q qo'raman. Hech qachon o'tmayapmanmi? Bo'ldi endi. Nima buncha? Mana yoqdan o'tib ketyapman. Просто uyini ko'ryapman. Ko'rmasan, o'g'irlashni rejalashtiryapsan, ha? Bilib qoldim-a? Yo'qol oldimdan. Voy. Hop, mayli. Nima ham derdi? Voy, izimrotim tushib qoldi. Tushunmadim. Mani izimrotimmi? Saq. Hozir borib ko'rsatib qo'yaman men bunga. Voy. Qishloqqa просто izimrotim tushib qoldi. Nima bo'ldi? Bu mani izimrotim-da, hammasini men. Boyagi sandiqdagi izimrotim, tushunmadim. Men deyapman senga. Sorry, mana kechir 9 izimrot bu, lekin bir stak emas. Olganida nima qilding? Mashina oldingmi? Uy oldingmi? Tagiga yetaman, ko'rsa bo'sha paytchidimi? Kechasi uxlayotgan payting bo'g'ib o'ldiraman. Voy, bo'ldi. Kechir, yana mana bu bomba emasmi? Yo'qot buni bo'lmasa agar bomba bo'lsa. Pishiribga bomba emasmi, tushundingmi? Okey, bo'ldi, jigar. Jigarlama mani. Tfu, voy basharaga, sandiq jigarim yo'q, yo'qol. Voy. Hop, mayli. Buni pulini topish kerak, bolalar. Qayerga pulni yo'qotib qo'ygan? Boyagi izmurut uni pul emasmikan? Hozir kirib ko'rish kerak, okey. Chizoqdan o'tsam gapirim, qarab o'tiribdi-yu, chizoqdan o'tsam gapiradi-yu. Ayo, mana ishlayapti-yu. Okey, ishlayapti, okey. Savorish kerak. Voy, tixa. Qayerda? Mana bu yerda. Voy, kim bu? Kim? Voy, tezroq izmurutni olish kerak. Tixa. Voy, tashinish kerak. Kim bu? Kim yutaldi? Saq. Mayli, qani ko'rsatib qo'yaman bunga. Voy, bu nima? Voy, ko'rishga oz qoldi. Voy, oh my god, damn. Hozir men hamma bersam, sen o'g'irlagansan deydi-da. Bola, hozir nima qilishim kerak, ha? Nima qilishim kerak? Voy, kim baqirdi? Qoch. Nima baqiraman? Ayo, ben nima qilib qochishim kerak endi? Mana bu yerda buzib qochishim kerak. Kim bu? Voy san. Voy. Bo'la, ko'rmadi, meni ko'rmadi, okey. Nima Telegramdan xabar keldim-chi men. Voy. Qishloqqa, yaxshimisan? Sen boya kirdingmi uyimga? Bildim sanligingni, buzib qochding, ha? Yo'q, buzib qochganim yo'q, qanaqa buzib qochaman? Men просто aylanib yuribman, okey, mayli. To'xta. Qiziq. Sen nima uyimga kirding? Kameradan ko'rib o'tirdim. Bilsam bo'ladi. Qara qishloqqa, mana bu yerda izmuruding. Oh my god, mana olmishtirdi bir stak. Yo'q, hozir bitta sanachi, okey. To'xta. Sen qanday bunday birda topding? Sen o'g'irlagansan bilaman. To'xta, qanday qilib men o'g'irlaganman? Mana bu yerdan chiqdi-yu. Men hozirgina bu yerda ko'rdim. Tushundingmi? Men aldobiysan. Xo'p, mayli. Men seni uying orqasidan yerdan topib oldim, okey? Xohlasang video bo'la ko'rsatishim mumkin. Senga ishonch yo'q, xo'pmi? Hech qaysiga o'zi ishonch yo'q. Mana shunday qilsa. Mayli. Mana shu yerdami?
Ha, mana shu yerdan. Qiziq, qadamayapsanmi? Bu yoqqa kel. Hop, mayli, ish qilib o'tmaysanmi? Yo'q, otmayman. Okey, mayli. Mana bu yerdan anaqa qiluvdim. Nima edi? Mana bu yerdan topib oldim. Mana shu yerga tushib qolgan ekan. Mana bu tuproqlarni orasiga tiqilib qolgan ekan 64 tasi. Ha, mayli. Bu yerda qaramagandim lekin. Malades, katta rahmat. Mana senga boyagi zo'rliklaring. Voy, katta rahmat. Mana senga qo'shimcha. Oh my god, Вообще rahmat. $9, 900 minut, juda ham katta rahmat. Atak iPhone bersang ham bo'laydi, men bu Google Pixel musor telefondan ko'ra. Ha, hozir to'xtab tur. Mana iPhone olasan. iPhone olaman. OnePlus 7, OnePlus 7 Pro. Oh, thank you bro. Ha, mayli. Davay, so'rbatda iPhone bermayman baribir. Pishirib ye, yo'qol. Okey, bu hech bo'lmasa mana bu qizil narsani buz, mana bu qizil linani, okey? Shay bo'lmasa, senga ishonch yo'q. Va pullarni ol, bo'ldi, so'rbatda. Menimcha pul ko'p beryapsan-chu, mana ish qilib yaxshi ish qilayotgan bu, okey? Mayli bo'lmasa, bola bunaqa oddiy ishlarda buncha ko'p pul topib bo'lmaydi, ish qilib yaxshi ish qilayotgan bo'lsa bo'ldi. Men haqimda g'iybat qilmay o'tiribman. Ha, okey, bo'ldi, men ketdim. Jonga tegding-ku вообще. Hamma joyga mikrofon qo'yib tashlabsan. Qanchalar xursandman. U pullarim ko'p. Ana endi yana bir ikkita odamni o'marsam, ajoyib bo'lardi. Bola, nima haqida gapiryapti bu? Men seni eshitib o'tiribman. Nima? Ha? Eshitmamas, yo'qol oldimdan hozir otib tashlayman. Kechir. Sorry bro. Mana bola ko'rishinglar mumkin, mana bu yerda men qishloqi do'stim sal g'alati bo'lib qopti. O'zini pulini yo'qotib qo'yib, yana